Assalomu alaykum aziz do'stlar. Demak, a, O'zbekiston milliy terma jamoasi demak Toshkent vaqti O'zbekiston vaqti bilan bugun soat 2-iyun kuni bo'lib o'tgan a, futbol bo'yicha o'rtoqlik uchrashuvida 6:00 da boshlandi ertalab Toshkent vaqti bilan va o'sha o'yindan mana O'zbekiston Kanada bilan o'ynadi. Mana bu eng qulay vaziyatlardan bittasi edi. Shomurodovda imkoniyat bo'ldi. Afsuski, imkoniyatdan foydalana olmayapti. To'g'ri, ko'plab o'yinchilarimiz bugun harakat qildi, lekin bu do'stlar bilib qo'yishimiz kerak, bu oddiy o'rtoqlik uchrashuvi. Hali oldinda Jahon chempionati guruh bosqichlari turibdi. Bu esa bitta signal bo'lyapti. Portugaliya, Kolumbiya turibdi, Kongo terma jamoalari turibdi. Bu esa qattiq signal bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasiga 2-0 hisobida yutqizdik. Ha, biz yutqizdik, lekin dan saboq chiqargan holda Kanavaro janoblari menimcha keyingi bahsda Gollandiya terma jamoasiga qarshi bunday o'ynamasa kerak. Terma jamoamiz bilan ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda aytgan kabi Farruh Sayfiyevning o'sha xatolarini ko'plab aytib o'tmoqda, lekin o'ng qanot yarim himoyada Farruh Sayfiyev qanotida o'ynaydigan futbolchilar jarohati tufayli ushbu o'yinda harakatlana olmadi. Kichik jarohat yoki bo'lmasa boshqa bir sabablarga ko'ra o'yinni o'tkazib yubordi. Ikkita futbolchi, asosiy futbolchi, ayniqsa Alijonov, Hojiakbar Alijonov agarda keyingi bahslarda qo'shiladigan bo'lsa, umid qilamizki, Farruh Sayfiyev o'zining qanoti bo'lmish chap qanotga o'tib olib o'ynasa ham bo'ladi. Farruh Sayfiyevni ko'plab muxlislar tanqid qilishyapti. Bu esa haq gap deb 50-oltmishga 40% deb aytadigan bo'lsak bemalol bo'ladi. Mana bunday vaziyatda ham Shomurodovda imkoniyat bo'ldi. Afsuski darvozabonning mahorati evazigagina Kanada posboni qutqarib qolyapti. Juda xavfli vaziyat bo'lgan edi. Golli vaziyat. Fayzullayev tushdi. Fayzullayev tushgandan o'sha jonlanish ko'rdik. Umuman olganda O'zbekiston terma jamoasining o'yini birinchi taymda juda ham yaxshi bo'ldi. Ikkinchi taymda charchab qoldi. Ob-havo hamda yomg'ir tufayli bo'lgan namgarchilik maydonga maysasiga juda ham katta urg'u berdi. Demak, baribir ham O'zbekiston harakat qildi ikkinchi taymda, ikkinchi bo'limda. Kanada bilasizmi, jismonan juda ham baquvvat jamoa ekan, juda ham kuchli jamoa. Kanadaning yana bitta o'sha fishkasi deb aytsak bo'ladi, ikkinchi taymdagi fishkasi katta ehtimol bilan ko'rsatib turibdi. Birdan yarim jamoani almashtirgani bo'ldi va O'zbekiston terma jamoasida ikkinchi taymda hali futbolchi almashmagan edi. O'sha birinchi taymda o'ynagan futbolchilar edi, ikkinchi taymda esa srazu o'yin boshidanoq Kanada terma jamoasi futbolchilarini 6 ta yo 7 ta futbolchisini almashtirdi va o'yinda mana golli vaziyatni keltirib va gol urib ketyapti. Mana shu Kanadaga qo'l keldi deb o'ylayman va O'zbekiston termasi ham qachon jonlandi ikkinchi taymda qachon o'sha 3 ta futbolchimiz o'zgargandan so'ng ancha jonlanish bo'ldi O'zbekistonda ham. Asosan qarshi hujumga e'tibor berdi O'zbekiston termasi, lekin buning samarasi bo'lmadi. Husanov ham zo'r o'yin ko'rsatdi. Mana bu ofsayd edi, lekin gol urildi, ofsayddan urilgan gol. Lekin gol inobatga olinmayapti. Promis. Kanadalik futbolchi. O'ylaymanki do'stlar, Kanada bilan O'zbekistonning o'yini bu hali O'zbekiston terma jamoasining umumiy
o'sha o'yinni ko'rsatib berdi deb o'ylamayman. O'zbekiston termasi hali bundan-da kuchli, yaxshi, kuchliroq o'ynashga haqli jamoa. Hali buni ko'rasizlar. Birdaniga oldindan hech narsa aytib bo'lmaydi. Hali oldinda Gollandiya terma jamoasi turibdi, keyin rasmiy uchrashuvda turibdi. Barchasi oldinda do'stlar, keling. Hech qanday bir xavotirga tushmaylik. Hali oldinda o'yinlar. Mana darvozabonimiz qutqargan vaziyat. 12-raqam ostida futbolchi Oluvesenning zarbasi. Nelson juda ham xavfli futbolchi ekan. Juda xavfli vaziyatlarni ana shu Nelson degan futbolchi ham juda ham xavfli vaziyatlar keltirib chiqardi va bosh og'riq bo'ldi himoyachilarga. Umuman olganda jamoamiz yaxshi o'yin ko'rsatdi. 2-0 bo'lishiga qaramasdan. Mana bu ikkinchi gol. Nelsonning o'zi gol uryapti. 90+3-daqiqada gol urib ketyapti Nelson. O'ylaymanki do'stlar, keyingi bahsda Gollandiya bilan uchrashuvda bunday bo'lmaydi. Yo tarkibda o'zgarish bo'ladi yoki bo'lmasa O'zbekiston termasi jiddiyroq tayyorlanadi deb o'ylayman. Taktik jihatdan O'zbekiston yaxshi o'ynadi. Qarshi hujumda asosan foydalanishga harakat qildi, vaziyatlar bo'ldi. Ammo o'zingiz ko'rganingizdek natija esa hozircha bizga qoniqarsiz. Lekin bundan